xususan neft-gaz sohasida ishlayotgan ishchilar bu tomonda aholi xonadonlar. Tadbirkorlar soni 40 ta. Yattilar 26 ta. 20 ta oila, 1020 ta xonadon, 5,5 mingga yaqin aholi soni. Prezidentimiz islohotlarini qanchalik samarali bir yo'lga qo'yilib, ishonch bildirilgan odamlar ishlayotganini bir joyda ko'rishimiz kerakda. Jinoyatchilikni kamaytirish bo'yicha qilinayotgan ishlar. Bironta davlat rahbari mahallaga tushmaydi. Prezident apparati, vazirliklar, viloyat hokimlari, tuman hokimlarida ishlaydi. 10 mingga yaqin mahallaga davlat rahbari tushdilar va o'zini odamlarni qo'ydilar. O'zi bu ishonch qanday oqlanyapti? Yuzga pul berilayotgani yo'q. Hujjatlar pulni mahallaga shuncha bizga sharoit yaratib bergandan keyin biz albatta ishonamiz. Kecha kunduz kerak bo'lsa 24 soat xizmat qilamiz. Qanaqa holat rejalarimiz nima? Mahallamda 13 nafar yosh bor. Uzoq tumani misolda qo'ziqorinchilik uyida xonaki qo'ziqorin yetishtirishni yo'lga qo'ydik. Hozir o'z-o'zi band qilgan bo'lsak, endi tadbirkorlar ochilyapti. Xususiy firma. Faoliyatni kengaytiramiz. Mana shunaqa tizim yaratilganki, tumanni hokimining yordamchisi mahalla raisining yoniga kirib, aholining xonadonini borib o'rganib, kreditni uyidan chiqmasdan turib olib bergan. Haqiqatan bunaqa tizim yo'q. 14 ga yaqin meni vasiylikka olingan bolalarim bor. Bittagina patronatga olingan bolachamiz bor. Chin e'tiborimiz bitta. Ular bilan har doim mavsum birgalikda ishlayman. Davlat rahbari shunaqa bir mahalla yetkazilgan tizimni tashkil qilgan bir noyob tizim sifatida bir yaxshi mexanizm tashkil qilindiki, bugun mahallani ahlini roziligi, aholimizni roziligi sizlarga bog'liq. Agar sizlar yaxshi ishlasalaringiz, o'z vazifalaringizni to'la-to'kis bajarsalaringiz, demak mahalla tinch, aholimiz farovon bo'ladi, ishsizlar bo'lmaydi. Va biz mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy kengash deputatlarimiz birgalikda mahalla yetkazilgan samarali ishlash uchun biz ko'makchimiz. Shuning uchun ham keldik.